Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Hozir sizlarga reklama etadigan yerim o'sha gaz ustanib ketadi ekanlar. Metan, propan qo'yadigan yer. Bu Hazarasutda. Hazarasutda yana bu yog'imizdagi paxta zavod bu. Avvalgi kuni paxta zavod. O paxta zavodning aşağıdan kelsangizlar, u yoqqa qal'aga qarab ketadi, bu yog'i bozorga qarab ketadigan yer. Şuradan to'g'ri kirib kelgan yerlaringizda yana shu zananing yan boshida propan metan qo'ydiraman desangizlar, bemalol shu yerga kelaverasizlar endi. Hozir ichkariga ham ko'rsatib o'taman, ustam bilan maslahatlashamiz. Propan qo'ydirgan yaxshimi, metan qo'ydirgan yaxshimi? Hammasini birga maslahatlashamiz. Ustalarimiz ishlab turibdi. Shu Captiva'ga propan qo'yib turibdilar. Pokoleniyasidan. Yani o'zim mashinam ham hozir shundan propan qo'ydiryapman. 1.8 lasetti zapaskaning o'rnida turadi shu yerda. Hozir o'zim yine metan oldirib tashladim. 90lik balon, toza balon. Olib tashlab shuni o'rnina propan qo'ydiryapman yana. Kime propan, kime metan kerak bo'lsa, u yerda ustalar yana ishlab turibdi. İşingiz ham darrov bitadi ekan, ham ustalar shogirdlari ko'p. Yine bir ustamız shogirdlaridan birisi. Ham zo'r. Bitira keldilar o'zi. Telefon numarini qo'yaman, telefonlashib kelaverasizlar. Farruhbek ustamız shu yerning ustasi ekan. Zo'r muomalasi ham zo'r, hammasi zo'r ekan. Bemalol kelaverasizlar shu telefon nomerlarga telefon etasizlardan. Gaz temasi bo'yicha ham mutaxassis ekan. Ko'p yillardan beri ishlaydilar. Men ko'p yillardan men shu ustaning yoniga kelaman. Bular ham shu propanni hozir tavsiya ettiradigan propan qo'yapmiz xudo xolasa.